Demak, bugungi videomizda qanday qilib shu Bluebook prilojeniyasini tortib olishni o'rgataman va prilojeniyasini qanday qilib o'rnatishni o'rgataman. Demak, har doimgidek Google'ga yuzlanamiz va Bluebook download deb yozamiz. Download. Ko'rganingizdek, College Boardni o'zini veb-saytidan tortib olamiz. Birinchisini bosamiz, download Bluebook. Bluebookni hamma device-ga ham o'rnata olmaysiz. Masalan, faqatgina Windows'li o'sha notebook yoki Mac device yoki qanaqadir iPadga qo'shsangiz bo'ladi. Endi ba'zi birlar keladi, masalan, tablet ko'tarib, lekin faqatgina iPadda ishlaydi. Boshqa tabletlarda, boshqa planshetlarda ishlamaydi. Yoki desktopingiz bo'lsa ham ishlaydi, faqat planshet, telefonda umuman ishlamaydi Bluebook. Shuning uchun uni foydasi yo'q. Demak, haqiqiy ekzaminni ham xuddi shuni topshirasiz. Mana shu Bluebookni tortib olib, o'zingiz device'ingizda topshirishingiz mumkin. Mana ko'rganingizdek, you can download Bluebook now and start exploring the app deyapti. Demak, download Bluebookni bosamiz. Keyin bu agar Mac'da o'qiydigan bo'lsangiz, App Store'dan olishingiz kerak bo'ladi va disk space'ingizda joy bo'lishi kerak, storage'ingizda. Agar anonda bo'lsa, Windows'da bo'ladigan bo'lsangiz, o'zi Windows'da mana shu directly install qilsangiz bo'ladi. Tortib olgandan keyin o'zi installation chiqadi, o'shani ustiga bosasiz va undan keyingi steplarda Bluebook o'rnatiladi. Endi Bluebook o'rnatib bo'lganingizdan keyin qanday holatda bo'ladi? Men o'sha Bluebookni o'rnatib bo'lganman, shuning uchun men sizlarga ko'rsataman. Bluebookni o'rnatib bo'ldingiz deylik. Qanday qilib kiramiz? Birinchi bo'lib sign in with the College Board student account deymiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda, mana shu o'tgan videoda qanday qilib College Board account yaratishni o'rgatdim va o'sha College Board account credentiallaringiz bilan, ya'ni o'sha yaratgan password, yaratgan email-laringiz bilan o'sha orqali kirasiz. Demak, email adres o'sha siz kiritgan email bilan kirasiz. Password, qaysi password qilgan bo'lsangiz, shuning uchun eslab olish kerak. Keyin to'g'ri bo'lsa, kiramiz. Demak, bu yerdan qanday qilib test qilsak bo'ladi? Ko'rsangiz, test preview turibdi, full length practice bor. Test preview degani endi test qanday ishlashini shunchaki ko'rsatib beradi. Vaqt emas bu, test emas, shunchaki ko'rsatib beradi. Biz practice qiladigan paytimiz full length practice ustiga bosishimiz kerak. Bu yerda test type so'rayapti. Biz SAT ni tanlaymiz. PSAT ham bor, bizda PSAT shart emas, chunki faqat SAT ni topshiramiz. Practice SAT mana ko'rganingizdek 4-dan 11-gacha bor va essay practice da bor. Biz essay practicelar qilmaymiz, faqat 11dan 4-testgacha qilishimiz kerak. Maslahatim 11-testdan boshlab 4-testgacha qarab borishingiz kerak, chunki 11-test yaqinda chiqdi, qolganlari recentroq. Ya'ni 4 sal eskiroq desak ham bo'ladi, qolganlari yangiroq nisbatan. Bu esa sizda haqiqiy ekzam qanaqa bo'lishini ko'rsatib beradi. Va buni ustida bosganingizdan keyin, masalan, 5-6 practice deylik. Next bosasiz. Keyin haqiqiy imtihon qanday bo'ladigan bo'lsa, o'shanday boshlanadi. Ya'ni next bossak, o'sha boshlanadi. No device lock. Endi device lock bo'lmaydi-yu, lekin ekzaminda device lock bo'ladi. Ya'ni Bluebook ekzamindan, o'sha Bluebook prilojeniyasidan boshqa prilojeniyaga chiqib keta olmaysiz. Demak, shunday qilib Bluebookni ishlatamiz. Keyingi videoda qanday qilib SATga registratsiya qilishni o'rgataman.